yoshroq ko'rsatadigan makiyajni qilib ko'ramiz. Boshimiz bo'ylab konturing osiltiradi, qoshdan tepaga ko'taradi. Suyagimiz tagidan chizilgan konturing osiltiradi, shochkamizdan tepaga ko'taradi. Quloqdan iyakgacha qilmasak osiltiradi, quloqimiz orqasidan iyakgacha ko'taradi. Burundan uzoqroqdagisi osiltiradi, markazga yaqinrog'i ko'taradi. Konsiler ko'z ostiga shunaqa chizsak osiltiradi, bu yerga, bu yerga, bu yerga va bu yerga qilinsa ko'taradi. Rumyani shochkamiz o'rtasiga qilinsa bu osiltiradi, shochkadan teparoqqa qilinsa ko'taradi. Fiksatorni tepaga tarab turib yana pastga tushirib qo'ysak osiltiradi. Salgina tepaga qilib qoshlarni ko'tarsak lifting effekt beradi. Quyuq tenni ko'z tashqarisiga yoyib tashlasak osiltiradi. Podvodka effekt bilan tepaga chiqsak ko'taradi. Tushni kipriklarimiz bo'ylab bir xilda tepaga tarasak osiltiradi. Pastdan sal tashqariga qarab qilsak bu ko'taradi. Lab chizig'i bilan qilingan kontur osiltiradi. Ozgina millimetrga chiqarib turib konturing qilsak ko'taradi. Ichini mana shu to'q rangda bo'yasak albatta osiltiradi. Ochroq rangda bo'yalsa lifting effekt beradi. Matoviy markaz osiltiradi, ozgina blesk qilinsa ko'taradi. Bu usulda biz charchagan ko'rinishga erishdik. Bu usulda esa yoshroq lifting effektli makiyaj hosil bo'ldi.